Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim, juda og'riqli masalani tushuntirib beraman. Gap 25-iyuldan keyin ayrim pensionerlarning pensiya puli kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkinligi haqida ketmoqda. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa bank kartasi orqali pensiya oladigan, boshqa viloyatda yashayotgan, ishonchnoma orqali pul oldirayotgan yoki hujjatlarida xatolik bor odamlarga bevosita tegishli. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sababli odam o'z pensiyasini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli tilda tushuntirib boraman. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yoki farzandlariga albatta yuboring. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun ancha sodda ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqadi, hujjatlarni topshiradi. Pensiya tayinlanadi va har oy belgilangan kunda pul bank kartasiga tushadi yoki ayrim joylarda naqd shaklida yetkaziladi. Ko'pchilik pensionerlar keyin deyarli hech qayerga bormaydi, hech narsa yangilamaydi. Pensiyam tayinlangan, demak har oy kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya tizimida doimiy tekshiruvlar bo'ladi. Davlat uchun bu pul ijtimoiy to'lov hisoblanadi. Ya'ni pensiya faqat haqiqatdan ham huquqi bor, tirik hujjatlar to'g'ri, yashash holati aniq, boshqa to'lovlar bilan ziddiyatga tushmaydigan fuqaroga berilishi kerak. Shuning uchun ma'lumotlar bazasi, bank ma'lumotlari, FSHD yozuvlari, migratsiya, yashash manzili, nogironlik hujjatlari, ishonchnomalar va boshqa ma'lumotlar solishtirib boriladi. 25 iyuldan keyingi yomon xabar nimada? Yomon xabar shundaki, tekshiruvlar kuchaytirilsa yoki ma'lumotlar yangilanishi talab qilinsa. Ayrim pensionerlarning puli avtomatik ravishda to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Bu hamma pensionerning pensiyasi kesiladi degani emas. Lekin hujjatida muammo bor, bank kartasi ishlamayotgan, shaxsiy ma'lumotlar eski, boshqa joyda yashab turgan, telefon raqami o'zgargan, ishonchnomasi muddati tugan odamlar birinchi bo'lib muammoga duch keladi. Men buni sizlarga qo'rqitish uchun aytmayapman. Men ekspert sifatida shuni ko'p ko'raman. Odamlar muammo chiqqandan keyin yugurishni boshlaydi. Aslida esa oldindan bilsa, bitta hujjatni yangilab, bitta ariza yozib, bitta bankka borib, pensiya kechikishining oldini olsa bo'ladi. Avval ko'p holatlarda pensionerning pensiyasi odatdagi tartibda kelaverardi. Masalan, bank kartasi eskirgan bo'lsa ham, ayrim pensionerlar bankka borishni cho'zardi. Telefon raqami o'zgarsa ham hech kimga xabar bermasdi. Yashash joyini almashtirsa ham pensiya organiga bildirmasdi. Ishonchnoma bilan farzandi yoki qarindoshi pul olib tursa, muddatiga e'tibor berilmasdi. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan odam tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborardi. Hozir esa tizimlar ko'proq raqamlashtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, bazada xato bo'lsa, tizim sizni muammoli deb ko'rsatishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotida bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bankdagi ism-sharif bilan pensiya bazasidagi ism-sharif mos kelmasa, karta yopilgan bo'lsa, tizim pulni o'tkazishda xatolik beradi. Natijada pensioner nega pensiyam tushmadi deb hayron bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish. Ayrim toifalar bo'yicha tasdiqlash talabi kuchayishi mumkin. Masalan, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar, uzoq vaqt bank kartasidan foydalanmayotganlar, doimiy yashash joyida topilmayotganlar, xorijga uzoq muddatga ketganlar, nogironlik muddati tugaganlar. Bunday holatlarda pensiya to'xtatilishi doimiy jazoga o'xshamaydi. Ko'pincha bu vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Ya'ni odam kelib, hujjatini to'g'rilasa, ariza bersa, ma'lumot tasdiqlansa, pul qayta tiklanadi. Lekin muammo shundaki, bu jarayon bir necha kun emas, ba'zan bir necha hafta vaqt oladi. Pensioner uchun esa har bir kun muhim. Dori kerak, oziq-ovqat kerak, kommunal to'lovlar bor. Birinchi navbatda bank kartasi muddati tugagan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, onaxonning pensiya kartasi 2024 yil iyun oyida tugagan, lekin u hali pul tushyapti-ku deb o'tiribdi. 15 yildan keyin to'lov kelganda bank karta faol emas deb qaytarishi mumkin. Keyin onaxon bankka boradi, yangi karta chiqaradi, lekin pensiya qayta tushishi uchun yana vaqt ketadi. Agar u oldindan bankka borib kartani yangilaganda bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya oldirayotganlar. Juda ko'p keksa odamlar o'zlari bankka bora olmaydi. Farzandi, kelini
nabirasi yoki qo'shnisi ishonchnoma bilan pul olib beradi. Lekin ishonchnomaning muddati bo'ladi. Masalan, ishonchnoma 6 oyga berilgan, 10 iyulda tugagan, 15 yilda pensiya tushadi. Lekin pulni olishda muammo chiqadi. Yoki tizim ishonchnoma muddati tugaganini ko'rib, qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. Natijada pensionerning puli bor, lekin unga yetib kelmaydi. 3-toifa doimiy yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, pensioner Andijonda ro'yxatda, lekin 2 yildan beri Toshkentdagi farzandinikida yashaydi. U pensiyasini kartadan olib yuribdi, lekin pensiya organida manzil yangilanmagan. Agar tekshiruvda odam ro'yxatdagi manzilda topilmasa, aniqlashtirish kerak degan holat yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa naqd yetkazib beriladigan to'lovlarda bu juda seziladi. 4-toifa nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Agar nogironlik muddati doimiy bo'lmasa, belgilangan tibbiy qayta ko'rik vaqti bor. Odam bu muddatni o'tkazib yuborsa, to'lov avtomatik to'xtab qolishi mumkin. Masalan, bir kishi 2-guruh nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Uning ko'rik muddati 3 iyulgacha edi. U esa shifoxonaga borishni unutdi yoki keyin boraman dedi. 15 iyuldan keyin to'lov kelmay qolsa, sabab aynan shu bo'lishi mumkin. 5-toifa hujjatlarda xatolik borlar. Pasport almashtirilgan, oddiy karta olingan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha, bankda boshqacha kiritilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tizimida katta muammo tug'diradi. Ayniqsa keksa odamlarning eski mehnat daftarshalari, arxiv ma'lumotlari, nikohdan keyingi familiya o'zgarishlari bazazan bazalarda to'liq aks etmagan bo'ladi. Agar sizning bank kartangiz faol bo'lsa, har oy pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, ishonchnomaga bog'liq bo'lmasangiz va sizdan hech qanday qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Bunday holatda siz faqat profilaktika uchun tekshirib qo'yishingiz kerak. Lekin menda muammo yo'q deb butunlay beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki ko'p pensionerlar muammo borligini pensiya tushmay qolgan kuni biladi. Men tavsiya qilaman. Har bir pensioner yoki uning farzandi 15 iyulgacha yoki undan keyingi ilk kunlarda bank kartasi muddatini SMS xabar ulanganini, pensiya organidagi telefon raqami to'g'riligini va hujjatlar mosligini tekshirib qo'ysin. Birinchi misol. 18 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi eski, muddati iyul oyida tugaydi. Otaxon buni bilmaydi, chunki karta ustidagi sanaga e'tibor bermagan. 15 yildan keyin pensiya tushishi kerak, lekin karta faol emas. Bank pulni qabul qilmaydi. Otaxon bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta buyurtma qiladi. Karta chiqquncha 2-3 kun. Pensiya qayta yo'naltirilguncha yana bir necha kun ketadi. Shu davrda otaxon doğru ololmaydi, qarz so'rashga majbur bo'ladi. Bu muammoni oldini olish uchun faqat kartadagi muddatga qarash kifoya edi. Ikkinchi misol. 75 yoshli onaxon yura olmaydi. Pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib beradi. Ishonchnoma muddati 12 yilda tugagan. Qizi buni unutgan. 25 yilda pensiya keladi, lekin bankda ishonchnoma o'tmaydi. Endi notariusga borish. Onaxonning holatini tasdiqlash, yangi ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Agar onaxon kasal bo'lsa, notariusni uyga chaqirish kerak. Bu ham vaqt va xarajat. Shuning uchun ishonchnoma muddati alohida daftar yoki telefonda belgilab qo'yilishi shart. Uchinchi misol. Bir pensioner Samarqandda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandi bilan yashaydi. Pensiya kartaga tushadi. Bir kuni pensiya kechikadi. Sababini so'rasa, ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak deyishadi. Chunki u uzoq vaqt ro'yxatdagi manzilda yashamagani aniqlangan. Bunday holatda odam pensiya bo'limiga borib, vaqtincha yashayotgan manzili, aloqa raqami va shaxsiy ma'lumotlarini yangilash kerak. 4-misol. Nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi fuqaro qayta ko'rik sanasini o'tkazib yuborgan. U mening ahvolim o'zgarmagan, demak nafaqa kelaveradi deb o'ylaydi. Lekin tizim uchun ahvol emas, hujjat muhim. Agar tibbiy xulosa muddati tugasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin u yana poliklinika, tibbiy komissiya hujjat yig'ish jarayonidan o'tadi. To'lov tiklanadi, lekin vaqt ketadi. Endi eng muhim nozik masalalarni aytaman. Birinchidan, pensiya to'xtasa. Bu har doim pensiyangiz butunlay bekor bo'ldi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtincha to'xtatish yoki aniqlashtirish bo'ladi. Lekin odam vaqtida murojaat qilmasa, masala cho'ziladi. Shuning uchun pensiya tushmagan kuni kutib o'tirmang. Balki ertaga tushar deb 10 kun o'tkazmang.
Darhol sababini aniqlang. Ikkinchidan, bank aybdor bo'lmagan holatlar ham bor. Odamlar ko'pincha bankka borib janjal qiladi. Pensiyamni bermayapsanlar deydi. Aslida bank faqat pul kelgan bo'lsa beradi. Agar pensiya organidan to'lov topshirig'i kelmagan bo'lsa yoki karta ma'lumotida xato bo'lsa, bankning qo'lidan ko'p narsa kelmaydi. Shuning uchun muammoni ikki tomondan tekshirish kerak. Bankdan karta holatini, pensiya bo'limidan to'lov holatini. Uchinchidan, SMS kelmagani pul tushmagan degani emas. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi. SMS xizmati o'chgan bo'ladi yoki aloqa operatorida muammo bo'ladi. Pensioner pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul kartada turadi. Shuning uchun bankomat mobil ilova yoki bank xodimi orqali balansni tekshirish kerak. To'rtinchidan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar tarqalganda firibgarlar ko'payadi. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotingizni ayting, deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta parolini, ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bilingki bu firibgar. 5-dan, qarz va ijro hujjatlari masalasi ham bor. Ba'zi pensionerlarning bank kartasida qarzdorlik, aliment, kredit yoki ijro bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha ayrim holatlarda pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolinadi. Pensioner esa pensiyam kamayib tushdi deb o'ylaydi. Bunday paytda bankdan ko'ra majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan qarzdorlik sababini aniqlash kerak. 6-dan, xorijda bo'lgan pensionerlar alohida e'tibor berishi kerak. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash, yashash holatini aniqlash yoki hujjatlarni yangilash talab qilinishi mumkin. Bu masalada konsullik, pensiya organi va bank bilan oldindan bog'lanish kerak. Men kartadan olib turibman, demak hammasi joyida deb yurish xavfli. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat iyul oyida yoki undan oldin tugagan bo'lsa, darhol bankka boring. Yangi karta oching. Karta almashtirilganda pensiya tushadigan hisob raqami o'zgarsa, bu ma'lumotni pensiya bo'limiga yetkazish kerakmi, yo'qmi, bankdan aniq so'rang. 2-qadam. Pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, SSR raqami, bank va pensiya tizimida to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Bitta harf xatosi ham to'lovda muammo berishi mumkin. 3-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Pensiya bo'limida sizning eski raqamingiz turgan bo'lishi mumkin. Bankda boshqa raqam bo'lishi mumkin. Agar SMS xabar kelmayotgan bo'lsa, bankka borib raqamni yangilang. Farzandlaringiz raqamini ulab qo'ygan bo'lsangiz ham, pensionerning o'zi xabardor bo'lishi uchun ishonchli raqam bo'lsin. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma qachon tugashini bugunoq ko'ring. Muddati tugashiga 15 kun qolganda yangilang. Notariusga borganda pasport, pensionerning hujjati, vakilning hujjati kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. 5-qadam, nogironlik hujjatlarini tekshiring. Tibbiy xulosa doimiy yoki muddatlimi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Poliklinikada qanday hujjatlar kerak? Bularni oldindan aniqlang. Ko'rik muddati o'tib ketgandan keyin yugurishdan ko'ra 1 oy oldin tayyorgarlik ko'rgan yaxshi. 6-qadam, pensiya tushmasa, harakat rejasi shunday bo'lsin. Avval bankdan balans va karta holatini so'rang. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi. Kerak bo'lsa tibbiy hujjatlarni olib boring. Pensiyam tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizada FISH tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, telefon raqami, manzil va muammo sanasini aniq ko'rsating. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sana va raqamni yozib oling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala cho'zilsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish uchun sizda dalil bo'lishi kerak. 8-qadam, farzandlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olsin. Ko'p pensionerlar bank, ilova, SMS, ID karta, elektron tizimlarni tushunmaydi. Bu ularning aybi emas. Farzandlar oyda bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi?
pensiya tushdimi, hujjat muddati tugamadimi, dori darmon puli yetarlimi, shularni tekshirishi kerak. Bu oddiy yordam emas, bu ota-onaga hurmat. Yana bir muhim maslahat. Agar sizga kimdir 15 yildan hammaning pensiyasi kesiladi desa, bunday gapga ishonmang. Hammaning pensiyasi kesilmaydi. Lekin ayrim toifadagi odamlar tekshiruvga tushishi va to'lov kechikishi mumkin. Men sizga vahima emas, tayyorgarlik kerakligini aytyapman. Vahima odamni charchatadi, tayyorgarlik esa muammodan himoya qiladi. Hurmatli tomoshabinlar, 15 iyuldan keyingi eng yomon holat shuki, hujjati to'liq bo'lmagan. Kartasi muddati tugagan, ishonchnomasi eskirgan, manzili yoki telefon raqami yangilanmagan pensionerlar pensiyasini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Lekin buni oldini olish mumkin. Kartani tekshiring, hujjatlarni yangilang. Ishonchnoma muddatini ko'ring. Pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlaringiz mosligini aniqlang. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kechikdimi? Bank nima dedi? Pensiya bo'limi qanday javob berdi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat bir oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.